Assalamu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Biz o'zimizning sarxil programmalarimiz orqali sizlarning ma'naviy hayotingizlarga ilhom va zavq ato qila olsak, o'zimizni to'liq baxtli his qilamiz. Men sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'ur. Ona til bizning onamizning tili. O tilni ata-bobolarimiz bizga go'zal holatda yetkazdi. Uni avlodlarimizga pokiz, saf holatda yetkazish hammamizning majburiyati. Biz ana til to'g'riliq bosqichliq suhbatlarni elib bormoqchi bo'ldik. Bugungi tunji suhbatimizni Ankara G'ozi Universitetida qadimgi turk tili adabiyotining magistr aspiranti Mahmudjon Yasin orqali o'tkazamiz. Assalamu alaykum Mahmudjon. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Bugun bir qanday vaqtingizni chiqarib suhbatimizga kelganingizni to'liq xush bo'ldim. Bunday yaxshi bir suhbat chaqirganingiz uchun men rahmat aytaman, rahmat. Endi yuqorida aytganimizdek, ona tilimiz bizning onamizning tilida. Buni saqlash, taraqqiy qildirish, avlodlarimizga yetkazish hammamizning majburiyati. To'g'ri aytasiz. Endi buni yanada sizde kasb ehlileriga müracaat qilamiz. Bugun endi men oldin bilan nimani o'ylab qoldim-da. Bu tilimizni biz shu qadar cho'ng bildik-ekanmiz. Avlodlarimiz yetkazimiz deydi-ekanmiz. Undaqda bizning bu tilimizning butun dunyodagi tillarning ichida tutgan o'rni qanchalik shuni bir oldin so'zlab bersangiz, o'zimizning nimaga mehr muhabbat qilayotganligimizni bilaylik. Ha bo'ldi. İnsanlar yaratilib kelayotgandan tortib, ya'ni insonlar yer shari mavjud bo'lgandan tortiblar eng qadimgi davrdan tortib til ishlatib kelayotganligi ma'lum hamda. Shunlashqa bu tillarninki insonlarning qachondan boshlab ishlatib kelayotganligi haqida tilshunoslarninki o'rtaq fikrning ig'irroq markazlashgan rayon shu insonlar eng qadimgi davrdan tortib insonlar paydo bo'lgan davrdan tortib Sözleşkiş olan aralıkta ma'lum bir basqıç ketken bolsun, sözleşkenden keyin bu til faaliyeti insaniyet tarixte hech qachon bir üzülüp qalmagan, belki eksi izchil davomlashgan bir kengaygan, mollashgan ve üzlüksiz yo'qolib turgan bir faaliyet jarayoni. Hem de hozirgacha yer sharida taxminan 25 mingdan ortiq tillarninki til tadqiqotchilar tarafidan, tilshunoslar tarafidan 25 mingdan ortiq va eng az bo'lganda tillar ishlatib kelindi deydi tarixdan beri. Lekin bugun kunimizda mavjud bo'lgan tillar yer sharida farqli manbalarda farqli. Masalan, Angliyaninki ensiklopediyalarda 2005 ila 3000 arsida, Amerikadagi ensiklopediyalarda 3000 atrofi til bor deydi. Lekin Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ilanida Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki arxivlarida bugun yer sharida taxminan 7-8 ming atrofida til bor deb bilinadi. Ama bu 7-8 ming tilning orasida 20 dan jiqroq, ya'ni 3,5 ming 4 ming atrofi tillarda ishlatilgan, so'zlaydigan odamlarning soni hamda bir mingga bormaydi. Şunlaşqa keng ko'lamli tarqatgan yoki bo'lmasa tarqalgan yoki bo'lmasa ishlatish nopus ko'p, doirasi keng tillar unchalar jiq emas. 7-8 ming til bo'lgan bilan. Bizning bugun bizningki mavjud holat so'zlashayotgan Uyg'ur tilimiz dunyodagi biz cho'ng tillarning ichiga kiradi. Oy bundada. Masalan, dunyodagi cho'ng tillar desangiz, masalan, inglizcha, yaponcha, ruscha, arabcha, nemischa, İspanyolca, İspanca, Fransızca, man tillarni asosan sanab bo'ldik. Koreyacha, masalan, yana Xitoyli, Xitoycha, masalan, bular sanab bo'ldik. Unchalar cho'ng tillar qolmadi. Millat Uyg'urlar bugun 25 million nufusi bilan mayli vatanimizning ichida bo'lsin, mayli muhojiratdagi Uyg'urlar, masalan, Qozog'istonda bor, Turkiyada bor, dunyoning har qaysi taraflariga chechilgan Uyg'urlar bor. Yangi bir ishiltish chastotasine ait keng, bunu so'zlaguvchilarga ait keng ve bu tilni jon fidolik bilan qo'g'dayotgan bir millatning tili bu. Shunga tilimizniki dunyo tillaridagi o'rni shu 100 cho'ng tilning ichiga bemalol kira oladi. Hem yaqin shu Uyg'ur til tadqiqot o'rinlari ko'plab qurilyapti-da. Uyg'ur tili
tədqiq qılınatıdı. Köplеген dövlətlərdə bu bir yeni hadise emas. Bizninki tilimiz 1800-cü illərdən tatib Avropada bulubmu Avropa mərkəzli Germaniya, Fransiya, Şvesiya, Rusya, ondan keyin Türkiye katıldı. Muş Avrupa'daki muş devletlerin sayesinde tilimiz izchil bizninki tədqiq qilinib kelgan bir tema. Qadimgi davrdan tatib, en qadimgi davrdan tatib günümüzük bo'lgan tillar xalqarada hozirgi zaman Uyg'ur tili bo'lsa, vatanimizning ichida hamda bir qadar yaxshi tadqiq qilinadi hamda. Bu manda bu tilninki qanchalik mo'yinligi, dunyoninki tilimizga qanchalik darajada qiziqqanligining bir mahsuli hamda bir kim turib-turiblam men millatning tilini o'rganib qo'yay, men tadqiq qo'y demaydi. Uning belgilik bir ma'naviy bir qimmati bo'lmasa, iqtisodiy bir qimmati bo'lmasa, yoki bo'lmasa ma'lum bir kashfiyotlar uchun yoki ma'lum bir tadqiqotlar uchun uning cho'qim nihoyat qimmatli bir muhim ahamiyati bo'lmasa, hech qanday bir davlat bir millatning tilini yoki bir rayonning tilini bekad tadqiq qo'ygan bir ish yo'q. Vaqt zehni ochib hozir ham uning iqtisod lozim, zehniy kuch lozim, odam lozim, vaqt lozim, o'rin lozim. Bunda bir tutash bir muassasalar bilan, bunda bir tutash muassasalar bilan onun bir til tadqiqoti muvaffaqiyatga ro'yobga chiqadi. Demek mağgipinizden bir xil adam suyunishga tilimizga nisbatan yuqorqi tushuntirishlarinizni rost gap desam bir xil ixtiqorlanib ketdim. Bugungi kunda tilimiz bir xil xirislarga duch kelyotganiga hammamiz ayon. Buni ham o'zimizmi, biz Uyg'urlarmi vositalik ham bevosita ta'sir ko'rsatyapmiz. Tabii. Burun bizning tariximizdami, ashta xirislar bo'lganmi? Endi Uyg'urlar tüngün bir paydo bo'lib qolgan bir millat emas. Bizningki tariximiz bor, o'zimiz xos tilimiz bor. Farklı diniy e'tiqodlarga e'tiqod qilib, eng oxirida islomni qabul qilgan 1000 yildan bu islom dinida ching turib, o'zimizning urf-odatini, tilini, diniy e'tiqodlarini, milliy psixikamizni mushlar bilan moslashtirib yashab keldik. Bu jarayonda bunda tarix uzun millatlarninki albatta uchraydigan tarixninki sinoqlari, bo'ron chopqinlari bo'ladi. Bugun tilimiz hamda jiddiy bir ravishda haqiqatan bir xiris va xavfning ichida turyapti. Lekin bu tarixda tunji qatimliq emas. Burunmi bizning tillarimiz hamda ma'lum bir xirisga uchragan, lekin bugungidek kuchli emasdi. Yazma manbalarga asoslangan bizningki tariximizning, tilimizning tarixida tunji qatim xirisga uchragan vaqti shu Qarxoniylar davri to'g'ri keladi. Bu Qarxoniylar davrida biz islomiyatni qabul qilgandan keyin onundan burunqi ishlatgan yoziqlarni tashlab arab yoziqqa qabul qildik. Undan keyingi so'zlarimizga turkumlab arab so'zlar kirishga boshladi. O davrda hozirgidek jiddiy bir xiris yo'qdi, lekin tilimizning sofligi muayyan darajada bir buzilish qarab yuzlangan bir vaqtdi. Ondan keyin bu Abbasiylar, ya'ni turklar arab dunyosiga hukmronlik qilgan vaqtimizda islomiyatning xalifasi Abbasiylar ko'chgandan keyin bu turklar bilan arablarninki yaqinlashishi, qo'yoqlish, arilish yashishi natijasida ham Türklərə ərəb dili öyrəniş, həm ərəblərə türk dili öyrəniş aşınaq bir həm qızğınlıq, həm bir məcburiyyət aylanğan bir dövr. Türk Tillər Divanı, yəni Mahmud Qaşqıroğlu'nun yazған Türk Tillər Divanı naq aşınaq bir taqazzalıq üstüge yazılған bir əsər. Eyni vaxtda ərəblərə eğib getkən, ərəbcə öyrəniş ehtiyacı bolğan və türkçə öyrəniş ehtiyacı bolğan ərəblərə nisbətən yazılған bir əsər. Şunlaşqa Türk Tillər Divanınki əsli yazılған, qol yazılmış, ərəbcə yazılған bir əsər bu. Tunji qatim bu ərəb dilininki bir qismən güclük olğan təsirçiliğinin qoğulunuz üçün Türk Tillər Divanı gerçi 7200 ətrafında söz bolsunmu, onun da nurgun ədəbiyyat qoşaqlarımız, maqal təmsillərimiz, beyitlərimiz, bizdən yemək, içmək, mədəniyyət, kiyim, kiçək və astronomiyadan tatib bütün sahələrə bolğan sözlüklər kullanılan bu qaçqa şu dövrdəki Uyğurlarınki ictimai, iqtisadi, mədəni əhvallarını bilgili boludu. Bu 7200'e ait az sözlük duyulğan bilen bu az sözler arqılıq bizden şu dövrdəki nəhayət bir güçlük bir tilimdən, nəhayət güçlük bir mədəniyyətninki ilgisi ikənligimizini ispatlab tunji qatımlıq til krizisindən biz Türk Tillər Divanı arqılıq bir hesabda qutulğan. İkinci bir dövr hem de saq 5 əsrdən keyin 15-ci əsrə keçkən bu arlıqda bizden xalqımız İslam dinini tolu qabul qılıb Bolğandan keyin bu bizning yaşagan coğrafiyamiz nəhayət moyum, dünyada nəhayət moyum bir coğrafiyaviy o'ringa ega. Biz
bir tarafta Xitoy madaniyati bilan, bir tarafta Hind arab madaniyati bilan, bir tarafta Paris madaniyati bilan, bir tarafta G'arbdan kelgan Yunan madaniyati bilan aralashgan tarixiy ipak yo'liga biz sahib qollar biz. Shunglashqa bu bizning tilimizda ko'plab Paris so'zlar kirib ketdi. Hatta o davrdagi nurg'un shoirlar qat'iy Uyg'urcha, turkcha asar yozmaydigan, Parischa yozadigan, o'ziniki shu Saidi, Shirazi, Abdurahmon, Jamildan kelgan, Paris shoirlaridan kelgan ta'sirchanlik bilan sap oshna Paris asar yozib, u vaqtda arabiy hasalist, Parsi shakarist, turkiy hunarist. Yani Arap dili eserdek dil, Paris dili şikerdek dil, Türk dili yani Uygur dili, Yunan dili edip hiç kim Uygurca eser yazmaydigan bir hale şekillengen. Ondaylık pasahat, balagat yok. Pasahat, balagat yok, maksimiz ifadeleyemeyiz efendim. Nakşunda bir vakitte bizimki bu yeni bir ana dil gurur abidimiz Elçin Navoiy boğumuz kopap. Bütün eserlerini Türkçe yazıp, Türkçe pasahatlar bilen bizim tilimizin ikinci katım kayıt koydu. Elçin Navoiy'nin bütün eserlerini işletken sözlük miktarı 1.230.000 atrapıda. Au nimede Türk dillar deyinler 7.200. 7.200 söz var. O logat. O izahlangan. Lekin Elçin Navoi'nin hayatında eserlerde 38 parçalık eser var. Aş eserlerinin içinde işletken umum sözlük miktarı 1.230.000 sözlük. O az gap emas. Hatta qushlarning tiligacha eser yozganda. Qushlar tiligacha bir eser yozgan. Ve o vaqtda Elçin Navoiy o'zining Hayratul Ibrarda shunday bir jika alaydi. Türkçe nezmisi tartib ben elem, eyledim ol memleketni bir qalam. Yani men Türk nezmisida men ner tartib kelib, bütün Türkiye milletinde men bir kalem bilen fetih kıldım, bir kadem bilen men oldum deydi. Ve şu devirde Elçin Navoiy'nin eserlerini okuş, düşünüş, onu biliş, onu mutaalaa qilalaş. Osmanlı'dan tatip bizden vetimizge çoğun barlıq coğrafiya rayonlarda, hatta İran, Hindistanlıqça keng yayılgan bir adamninki medeniyet seviyesini belgileydigan muhim bir ölçemlerinin birge aylandırgan. Hem özünün tilini qaytırıp algan, hem de özünün tilini o kadar yüksek bir zirve çoğunlukta çıkargan Elçin Navoiy ve özününki yani okşaşla başka şehirlerde Paris cezalaydıqanlıqını namayan qilish jarayonida bir Parisçe bir divan yazgan. Paris yazgan şiirga fani, yo'qolish ma'nosidagi fani degan taxallusni ishlatgan bo'lsa, Uyg'urcha yazgan şiirlarga, Türkçe yazgan şiirlarga kuylamak ma'nosidagi nava degan so'zdan navoiy taxallusni ishlatgan. Endi bu qatimki kriz, hozirgi kriz tilimiz mavjud bo'layotgan kriz, endi 3-qatimliq bir kriz. Ham buning hozir hamda siyosiy, ichki, tashqi besimler var, bunu hem de meylen bilimiz. Lekin til bek aldırıp yokulgan bir narsa emas. Lekin tilninki yokuluş baskıçının tız astılıqı hem de bu tilga igi çıkadigan xalq bilan, tilning egilari bilan xalqni yo'qotishga urinayotgan kuchlar o'rtasidagi munosabatni bizning qanday qilib uzatash, tanishalash bilan munosabatlik bir masala. Masalan biz o'zimizning tilni qo'g'dimsak, asirmasak, saqlab qolmasak, ko'yinmasak, bu çokum hem de yokulu demde. Dünyada yokulmaydigan bir mevcudat var. Lekin Fransiya mutafakkiri Yakub'ның bir yaxshi bir sözü var. Dehqonova millet yo'qolmaydi deydigan. Dehqonova millet yo'qolmaydi. Çünkü bir milletning tilini, urf-odatini, dini, e'tiqodini, milliy psixikasini, xususiyatlarini tutib qoladigan, saqlab qoladigan, shakllantiradigan o milletning dehqonlari. Bizning to'y to'ykunlarimiz, urf-odatlarimiz, nazar chiroqlarimiz, nurg'un qadimgi so'zlarimiz amaliyotda dehqonlarimizning til saqlanliq. Shunlashqa bizning xalqimizningki %80% undan chiqaroqi dehqon. Lekin ham dehqon bo'lsa ham hozirgidek bir vaziyatda biz jiddiy bir endish ichida. Shunlashqa shu muajiratda bo'lsa-mu tilimizni saqliqni qo'g'disak, tilimizga ko'ngil bo'lsak, izlansak, tadqiq qilsak, hech bo'lmasa Uyghur tilini bir ravan şekilde bir saklap kalalısak bu memde biz chet elda yaşayotgan Uyg'urlarning boyundagi bir hamda mo'yin bir qarzi hamda. Hiç iş qilamagan Uyg'ur, hiç bo'lmasa Uyg'ur tilini saqlab qolsa zo'r tökpadi. Abay bir gapingiz shundayliqi, gapingizni bilib o'tmay dedim. Elçin Navoiy'ninki yazgan nimelerinin fasahetinden aşını okup düşüneliş bir seviye. Xuddi bugun bir adamninki tilni medeniyet belgisi mesela İngilizce bilse biz biraz til bildik ya bir medeniyet egisi bir bilim sahibi deb
bilgendek, kögendek. Şu devirde Elçin Navaiyning asarlarini okup düşüneliş. Şu Osmanlı saraylarından tatip İran, Hindistan, şu hamdi. Demek tilimiz şu kadar pasahatlik. Demek hatta 2 yıl ügünüp derece imtihanı katlaşıp ötken adam aşinasını bilgendek. Elçin Navaiyning yazgan eserini bilişinin özü bir seviye. Şu. Çünkü o vakitte hem de keyinki 100 yılda, 150 yılda hem adam savatlık olup gitti. O devirlerde, burunqu devirlerde bu kitap okuş, okuyalaş, yeziş katta bir şanşıra büyük bir nimit, ali bir derecelikti. Çünkü halık adam okuyamamaydı, halık adam yazamamaydı. Şunu yazgan okugalarının hemmisi bugün günümüzde biz bilirgan, sanaydıgan meşhurlarımızdan boluşunun sebebin bir. O şu devirde okuş yazışının ki umumlaşmağalıqdan dediniz. Ama bugünkü devirde şunda. Ben bugünkü devirde eskilmenki qaran. Bu Uyghur tilinin ki qançık dereceden pasaydın, güzelligini his qılalığa adam bunun huzurunu süreleydi. O til tefekkürle bunun huzurunu sürüşünün özü qaran. Alamet bir kabiliyet. O tilinin huzuru bu bir başka bir narsa. Çünkü siz hiç kaçan özünüzün ana tilde sözlegende huzurlanıp durup özünüzden his, duygu, oy fikirlerini ifadelep veremeysiz. Mesela biz ders vaxtıda 9. asırga ait bir kol yazma okuduk. Çikiteken'in hikayesi degen meşhur bir tekst bu hamdi. Uyghur edebiyatı yazma yadikarlıklardan meşhur bir eser. Şimdi mesela bir söz çıktı qarang. Amrak degen bir söz. Amrak. O'qitishim hamda Abdurahim O'tkirni tadqiq qilgan Ulya Kasapov Changal yaxshi til tadqiqotchisi. U biladi. Men bilim amrak degan so'zni, lekin meningki boshqa 9 savodlishim bu bilmaydi. Biz o'qitishimizdan ishxonasida hamda magistr dars ashunda bo'ldi, talashtirib munozara ichida. 2 soat bir so'zni talashdik. Men hech qanday qilib bu amrak degan so'zni men tushuntirib beramadim turkcha. Bir loyiq bir gap deb ifade. Turkchada loyiq bir so'z deb men tushuntiramadim. Turkcha tushundirganlarimni uni tushungandek qildi, lekin men qanoat his qilmadim. Ashdan joyiq tegmidi. Joyiq tegmidi. Chunki amrak degan bir so'zni naq ifodalaydigan bir turkcha so'z bo'lgan bo'lsa, men shuningla ifodalaydigan bo'lsam, ordig'im chiqadi. Shunglashqa ana tilda so'zlaganning huzuri o boshqacha. Chunki bu bizning kichikimizdan tortib cho'ng bo'lgan, biz qilgan bir tilda hamda bu. Ondan keyin masalan boshqa tillarda yo'q, tatliq so'zlar bor bizda. Biz chiqib ketgan bolalarni ya çok odamni ko'mak deymiz masalan. Turkchada bu so'z yo'q masalan. Ko'mak degan bir so'z yo'q. Bu yo'q qarab balki turk tilini o'rgatgan Uyg'ur tili balki u bu emas. Lekin biz bir so'zni ko'mak bilan ifodalaydigan chog'dagi tatliqlikni, o'zimizning bir narsaga amroqligimizni bildirgan chog'dagi bir hissiyatni biz ikkinchi betilda ya ingliz tilida ya turk tilida ifodalayamagan vaqtda o'zimizning ana tilga bo'lgan muhabbatimiz, sevgimiz, tilimizningki pasayati va shu chog'dagi huzuri shu chog'da his qilamiz hamda. Demek işte bir seviyesi var, huzur, ilişkin seviyesi var, adam ifade ediyor. Mesela, emdi keldi kaldan var. Biz güzel bir menzillik yaki beriş için, palan pul xeşlep, eşek berip, huzur alımız menzirden, bir kino görüş için kinoxanığı berip, setuap alımız. Demek şu bir huzurga eriş için biz bir jaryanlarni besip ötüp erişimiz şu huzurga. Çokum bedel buluş gerek. Lekin bu Uyghur tili mana aşında jaryanı basalığan, kılalığa adam huzurunu alalaydı. Şuna bu bəxit hem adam nisip olmaydı. Bedel tödüs nisip oldu. Şunlaşkandı, bedel tölüşümüz lazım da til için. Hakikaten, til için tölengen her bedel, etilgan her, besilgan her kadem, kılıngan her bir hayırlık iş. Çok önemli bu bəxt deb biliş lazım. Bəxt elbette. Yani bizim buna nəsi var? Mesela, qoyumuz o, qığınımız mı? Şunda bir xil, bir imlaq, değil mi? İmlaq sözü doğru değil mi? İmlaq sözü doğru. Onun için Kaşgarlıklı kıldı bu başka kılmaydı. Ama o başka çıkaramaydı. Bizki ben Kaşgarlık dep kalsa kıpak deyim. Kıla alsa Kaşgarlık kılamız emez. Yani bize mesela bir yani sordu. Sorsa 5 metre yavsa aya da birimiz. 50 metre yavsa aya da birimiz. Onundan uzunumuz o ya da birimiz. Muş 3 nesilden biz aş oranın aya dep bildireleyimiz. Özgürlük asasen aşna başkalar da onda yok mikin dep oylayma özemce. Her tilninki hem de aşna bir hususiyetler boldu. Mesela salamlışta, çakırışta galit hadisler var mesela.
mesela Malaysiya'dan ait kamlaşmagan bir kılık var. Mesela birisini çağırsa kalıpkın uzun sozuk bir avaz çıkardı. Mesela Tibetlikler küreşken çağda tilini çıkardı degandek. Ular mı aşınınki bir tilinin başında o til yalnız tavuşlan sözlengen til emas. Mesela beden tili oldu. Hareket tillerimiz boludu. Mesela Hindistanlıklar kolunu bek çakışıldı. Hindistan kino olduğunu köy geldi boğaz. Toxtumay. Kolunu alap koyuz. Gep kulabaydı mesela Hindistanlıklar. Şunundaki. Hareket edirsiniz bir narsa esim geldi. Bu misalını alsam, bazı şunu misal qilib alamdı deb qilishi mumkin. Ama bu mevcut narsa. Bunu başqaning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Mesela ma hareketimiz. Biz ham niliqqa bir kun bekada deyishib kelsa jimotra degan ma'nosini ishlatamiz. Ve 2013-yili aramga olsa, iliq saqchilar boshqalar bunday qildi ekan. Tova, masaqchi nima ish qildi malaga deb hayron qolibdiman. Bu arabchadagi savr ekan. Ha, savr qilgan ma'noda. Ha, savr qilgan ma'no ekan. Undan Turkiyaga kelsam, bu güzel. Çok güzel deb qo'llanishni qildi. qildi. Qo'llandi ekan. Shuni bilan mush bir harakatning mana har bir millatlarda ifodalanish o'xshash bo'lmaydi. Shakli o'xshashmaydi. O'rni qarta ham o'xshash bo'lmaydi. Shunga o'xshash hamda har bir millatning ashna bir badan tili bor ekan, o'zi biladigan. O'zi xos bir badan tili bo'ldi. Ashnaga uning nurg'ulg'an tarixlari, madaniyati, bir harakatlari, bir ishlar singanda, masalan, Kuchaning sopini yaxshi degan etotni burun ishlamagan vaqtlarda biz uni nimadan ifodalagan bo'g'itdik. Chuqur miliq kun narsa yana yaxshi degan narsani burunqi narsa yana yaxshi. O'z kuchaning sopini yaxshi bir temsilchilashib ketgan bir so'z ham. O temsillangan bir so'z. Shu keyin burun kuchimizda yo'qdi. Yiliqi Adil Mecit'ninki itotidan keyin yana kuchaning sopini yaxshi degan gap chiqdi. Ma'lum bir so'zlar bilan ma'lum bir atalg'ular yoki ma'lum bir obrazlar bilan ma'lum bir atalg'ular aynan yaslab qoldi. Masalan 80-yillardagi drama bilan masalan Sayim Noch obrazi yaratilgan. Undan keyingi 10 yilda Aypatim degan bir obraz yaratildi. Masalan to'y qilmagan, biroz yashab ketgan qizlarga. Hamda shunday qilib bu til madaniyat hadisi bu yangilanib turdi. Madaniyatga lekin til doim madaniyat bilan bog'lanishchanligiga bog'lanib turdi. Agar sizningki kulturingizda, sizning madaniyatingizda, sizning hayotingizga yangi bir narsalar kirgan bo'lsa, cho'qim u ma'lum bir so'zlar ifodalanishi kerak. Va birmuncha uzun bir jumla ifodalangan qaraganda esda qolarlik obrazlik bir jumla yoki bir so'zlar ifodalangan so'zlar bekrak qo'llanishchanlik ega bo'ldi va o tilga nihoyatda tez singib ketadi. Ha. Yogishib ketamiz. Yogishib ketadi. Yana ashiliq undar. Undar ashundoq. Nurg'un so'zlar var masalan. Bizim medeniyet katılmayı, devir bilen medeniyetlen kirgan. Mesela 30 yıl buraya yok, yan fon mesela yan, mesela burunqlar hem yan deydi. Keyin biz yan çıkı öttük. Onundaki bu yan çıktı hem yandaki bu yan, yani yenimdeki yanga bu telefondaki İngilizce fonunu kattık, ahırdaki fonunu katıp yan fon. Uygurca ile İngilizceni birleştirip nayet güzel bir söz çıkardı. Nayet yaxşı biz qo'llanishchanlik qildik. Bugün yan fon. Keyin paydo bo'lgan til hamda bu devir uni taqozzosini qildi. Masalan 100 yil burun yan fon degan bir narsa hech qanday insonning aqli yo'q, kallasi yo'q. Bugungi ishlatayotgan nurg'un narsalarimiz kompyuter, televizor, nurg'un bir narsalar keyingi hayotimizning mahsuli bo'lgach, hayotimiz singib kirgachga biz uning ism qo'yishga majbur bo'lamiz. Ya balta olsa isim qo'yildi, o'shanga o'xshaydi ham. Şey kelgan unasin. Masalan, televizorda ismi shunday chiroyli, To'nglatqo degan ism shunday chiroyli. O bizlar bak yaxshi yasalganmiz. To'nglatqo, kir alg'o, un alg'o, sin alg'o. Masalan, Turkiyada ikki so'zlar ifodalaydi. Masalan, buzdolab, chamashir makinasi bu. Bizda Uyg'urcha so'zga, Uyg'urcha bilga, Uyg'urcha qo'shimcha qilib ism yasagan biz. To'nglatqo, kir alg'o. Obrazliq. Shunda obrazlashni yaxshi. Bumi tilimizning ifodalash kuchininki nayet güçlükini, Uygurçadagi söz yasash qo'shimchalarning nayet to'liqligini, agar pillardan to'liq foydalana olsak, tilimizdan to'liq foydalana olsak, o'zimiz yetarli darajada izlansek va tilimiz imkoniyat bersak, tilimizni davomli taraqqiy qildirishga bo'ladigan bir til ekanligining nayet yaxshi isbotlar bu. Güzel. Obrazliq so'zlarni yasay oladigan bizda qo'shimcha, mayli tüp so'z ham narsa mol ekanligi. Bizda bor. Ondan keyin mushu yaqinda hamda Türkiye'ye Uygurlarning ko'p o'tiraqlishi bilan bizning ma'lum so'zlarimiz pillada, turklashish. Pillada. Bunun to'g'ri bir nim so'z aytay sizga. Necha yil oldida Amerikadagi bir savodishim sizlar Turkiyada bir ish qilsa nemish
qandaq bir yaxshi ishni qilsa yo bir ish qilsa sizlar atraf tunishları onunğa nim qilib bersizlar deb so'raganda voy qo'llaymiz yaxshi qilsa deb madad beramiz ilhom beramiz desam yo sizlar Turkiyadagilar tasdiqlaydi ekansizlar deydi bir kim yaxshi qilsa tasdiqlaydi ekansizlar deydi voy yoqayım deb yaxshi qilgan odamdan tasdiqlamdi desam oy Türkiye'deki balla Facebook'ta bir narsa yazıp falanca bir iş qilganda berip tasdiqlab keldik. Bunda qilgan tasdiqlab keldik falanca tasdiqladi deb yozdi ekan deganda ani kulib ketdim da ha deb kulib. Asıl destek demek ekanda. Ha, siz destek degani o sizlar o'zgartibsiz Turkiyadegilar destekni tasdiq qilyapsiz deb ifoda qilib bana. Mush so'z orqali bir tushuncha beraman. Ya bu destek söz Uygurca'da mı var bir söz fakat Türkiye'deki istimal ma'nosi bilan Uygurlardaki istimal ma'nosida azroq farq bor. Endi ma'lum bir o'xshash bir so'zningki farqli rayonlarda farqli ham istimal qilinishi ham bu tilning o'rtasida bo'libmi yaqin tuqqan qarindosh yildiz bir tillarda ko'p ko'rilgan bir hodisa. Masalan biz destek degan vaqtning o'zida biz masalan vatan qattiq sovuq bo'lishing ana enjularni ko'mimiz-ku biz. Ko'mgan vaqtda uchidan ko'mimiz yavaş deb turib ko'mab asıl ekilimiz şunlaşka bizden analının hemisinde igik. Onu yalkı 4. 5. yılda tomuz erip açıqa vaktinin özde tirep koyaş lazım. Çünkü yagi yeti vargan diken, ona yeti tuğan diken, onu tireş lazım. Tirgen çat aç koyumuz bununla. Aç koy, amında bir açı derek oldu. Uçu açı amanda bir ye şekilde bir açı. Bunu koyumuz, ananınki gol kısmını tirep koyumuz. Koyganda ana kötürlüdü ve meyveleri yaya tikip kalmaydı. Ve kunlarini yaxshi oladi. Endi mesela aş koyruğa açılımı destek deymiz. Aslında destekninki bir narsani tirash, yo'lash deydigan ma'nolar var Uyg'ur tilida. Lekin endi uni qo'pib qo'llash, bugun masalan Turkiya turkisida masalan qo'llash, medet verish, ilhomlantirish degandek ma'nolarga ega. Ko'ch ma'nosi ega. Lekin endi bizmi bu ma'noga endi ishlasak bo'lamdi desa bo'ladi. Endi bir so'zniki bir xil ma'nosi bo'lmaydi. Masalan, kontekst yoki tekst ichida yoki so'zlik ishga nisbatan farqli ma'no bo'ldi. Ba'zida uni tekstning ichida tushunga olmaydi. Masalan, ona meshk o't yaqaymi degan bo'lsa, yoq degan bo'lsa, u o'tni yoq degili yoq dedimi, yoki yoqma deyishga yoq dedimi? Buni belgili olmaydi. Bo'ldi qilmadi. Masalan, buni belgili olmaydi. Yoki ahangdan, yoki undan keyingi jumlalar qaraymiz. Xuddi shunga o'xshash ba'zi so'zlarning ma'nosini bilish uchun so'z degan so'zning bosh oxiriga yoki tekst kelgan bo'lsa, tekstga bir butun kontekst qarash kerak. Şunlaşqa bu destekni hamda biz bugün Türkiye'de işletyapmiz. O aslida bizning so'zimiz bo'g'achqa, tiz umumlashadi. Yana bir nokta, Türkçe bilan Uyg'urcha burundan bir til. Bular tarixdan bir eng qadimki biz til tarixiga qaraydigan bo'lsak, ta miloddan burun 6000 yildan tortib ketib, milodi 13-asrga kelguncha biz bir til bu turk tili, Uyg'ur tili. Hatta arada Uyg'urcha, qadimki Uyg'urcha, Xaqoniya tili deb atalgan qarxonlar devirdik. Shu vaqtda ham bir butun turk tili bizning nomimizda atalganda, qadimki Uyg'ur tili deb Uyg'ur davlat qo'ygan vaqtda qadimki Uyg'urcha bo'ldi. Qo'chi xalqida ishlatilgan til qadimki Uyg'ur tili edi, qadimki Uyg'ur yoziqi edi, uni xotirlagan yoziqlar. Xaqoniya yoziqi deb, Xaqoniya tili deb, Xaqoniya tili, Qashg'ar tili, Turkiston tili, Qarxonilar tili deb ataldi. Mesela 13-asrgacha endi tilimiz o'rtaq. 13-asrga kelganda til ikkiga ayrilib ketdi. Sharqda Uyg'urlar markaz qilgan Chag'atay turkchasi, Chag'atay Uyg'ur tili, g'arbda Osmonlicha, ya'ni Osmonli o'g'izlarning tili. Shunlashqa tilimizning yildiz bir bo'lg'achqa kelib nayt jiq so'zlarningki darhol Uyg'urlarni qabul qilib olishi shu sababli. Unisi bek jiq farq yo'q, jiq so'zlar va fe'l ismlar asosan o'xshash Uyg'urcha bilan turkchada. Faqat boshdagi bir qancha harf o'xshamaydi. Masalan, bemi, masalan biz men deymiz, bu ben deydi. Ondan masalan td, masalan biz tog' deymiz, bu da deydi. Masalan kg, bizlar masalan ko'z deymiz, bu göz deydi. Kel, gel. Aşındak, şuna bu Türk Dili Divanı'nda aniq yazgan Mahmud Qashqari. Mush O'g'izcha bilan Uyg'urcha, ya'ni Turkcha, u chaqdagi turkcha degan Uyg'urcha. O'g'izlar bilan turklar o'tirsalar, shundoq so'z almishadi. Bu tarixiy bir hodisa. Lekin ko'ki bir mesela uxlash deydi, qo'pish deydi, yo'l mangish deydi, yurish. Hamda nurg'un so'zlar, hamda asosan o'xshash, masalan suv.
Bizning kundalik hayotımızda yağmur, to'g'risi mana shu yağmur. Asli to'g'risi yağmur. Asli to'g'risi yağmurmi? Asli turk tilida deyotgandagi to'g'risi yağmur. Bulut to'g'risini ishlatadi, biz yağmur. Biz avada almashib ketgan so'zlar bor. Mesela bular nurg'un bizning qadimgi so'zlarimizni saqlab qolib. Abiyam siz destekni degandiz, mening kallamga bir narsa keldi. Ham esimga keldi. Atam yog'ochchichu. Iliq bir yog'och keslan bir uzun nimening ostiga bizdan boshlab qo'ydigan tirak bor. Ayrim atam uni eyaga biyaga yangishlab ishlatganki uni iliq mixlab muqimlashtirib etmagan. Uni boshqa narsaning ostiga qo'ydi. Ashuni bizga ras destekni aktivite deydi. Bir narsani tirash, yo'lash uchun ishlatgan narsa destek. İsim o'rinda ishlanibdi bu yerda. Atamning ismi o'rinda. O narsaning şeyining ismi ham, shu narsaning ismi destekni aktivate deydi. Biz gapirdik. Qanday deganda shu kallam keldi hozir. Emniyet bizde nurg'un o'rtaq so'zliklar bor. Faqat uningki iste'mol ma'nosi va ishlatish doirasi hamda o'xshamaslik sabablik shunday bir xulosalik qildi. Agar biz tilimizni yetarli darajada bilsak, azroqla anqirsak, nurg'un masala o'zligidan hal bo'ldi. Mushkul ahvollarda. Men yana shu tilningki o'zimning his qilganlarim bilan men sizdan paranglashganlardan shuni o'yladimki, bu tilimizni davomli bitib mingish, yangi so'zlarni olib kelish ham foydali ekan, ham buni biz diqqat qilgan bir omil bor ekan. Buning beg'alligining o'zi bizning ifodalash kuchimizning ishlayotganligini bildirar ekan. Yangi shay, yangi hodisani ifodalab chiqara olganligimiz, tilimizni bilganligimizningki ifodasi ekan. Ikkinchisi, biz buni ishlatgan vaqtimizda asli uyg'urcha bor so'z bo'lsa, uni saqlab qilib onu başqa tilni dəstəkləsək bu xatalık ekan. Məsələn biz ifadələşə yeterli sözümüz var. O sözümüzə başqa tilni almashtırıb o'rnuna qo'ymasaq bu xatalık. O xatalıqmı cinayətdək bir iş bo'ladi. Yani özümüzdən tilni o'tdagandek bir iş bo'ladi. Hamda bu dünyada sap til mavjud emas. Hamda sap tillar yo'qolishga mahkum bo'ldi tilshunoslik qoidasi. Chunki hech qanday bir millatlar uchrashmagan yoki hech qanday bir tilden men hech qanday so'zni qabul qilmadim deydigan sap tilman deydigan bir til mavjud emas. Bu biz yaşagan ekan so'zlashimiz. Masalan, nurg'un narsalarga masalan bayatın dedik, so'zlik lozim bo'ldi, yangi atalg'ular lozim bo'ldi. Masalan, hozir vatanimiz hozir bir tashqi dunyodan ayrilgan bir holatda tilimiz shundoq. Agar kunlardan biri shuni o'ylaylik, parazitlaylik, tashqi dunyoga echivitilsak, biz nurg'un fan texnika, ilm-fan yangiliklarni ekirishga majbur. Dunyo güzlənimiz majbur. Chunki biz dunyoning bir parchasi, yani dunyoning bir parchasi bo'lib yashaymiz, dunyoning bir parchasi bo'lib mavjud bo'lib turishimiz kerak. Chunki nurg'un narsalarni qabul qilishimiz kerak. Bizning albatta dunyo qabul qildirgan yerlarimiz bor, lekin biz tashqi dunyodan taxmin ko'p narsani qabul qilishga majbur. Shu vaqtning o'zida har bir qabul qilgan narsaga birdan so'z lozim bo'ldi. Bugun masalan bizning nurg'un fan texnika, bugun nurg'un fan texnika atalg'ularimizning masalan atalg'ularini biz qiynalamiz. Masalan inglizcha, ba'zi xitoycha atalg'ularni masalan uyg'urcha tarjima qilish haqida, yangi fan texnika atalg'ularni tarjima qilish haqida nima qildi? Shunglashqa til o'zgarib turdi. Til rivojlanib turdi. Turaqliq muqim bir narsa emas. Tilning ana gavdasi, umurtqisi, asosli narsa o'zgarmaydi. Masalan, biz kunlik turmush ishlarga ism fe'llar o'zgarmaydi. Lekin ba'zi turmushimizga yangi kirgan hodisalar bilan birga til uni cho'qim qabul qilish lozim. Uni yangi bir so'zlik tepib berish lozim. Chunki biz uni ifodalay olishimiz lozim. Hammadan avval shu narsani ifodalay olishimiz lozim. Abiyam sizin cinayet degan gapingiz menga bir narsani eslatdi. Hozir shu chet elda tomoq tizimligimizda gambiyan solmayan. Tapanji. Hozir mayli arablar bo'lsin, mayli turklar bo'lsin, uyg'ur oshxonasiga kirsa, gambiyan solmayan tapanji deb buyuriydi ekan. Bu bizning tilimizga shu mas'uliyatsizlik qilganligimizdan kelib chiqqan bir oqibat bu. Bizda shu chiroyli ifodalash taom ismimiz bor. Ular oshxonaga kirib, uyg'urning oshxonasiga kirdi, uyg'urning tomog'ini buyurdi. Onun yanında gambiyan solmayan uyg'urcha, tapanji uyg'urcha degan narsa singib ketdi. Uni shu biç qabul qildi. Biz buningda jinoyat o'tkazib, mas'uliyatsizlik qildik. Degan jinoyat degan mana bu. Chunki tilimizda mavjud bo'lgan bir so'zni ishlatmay, boshqa bir tilimizda bo'lmagan avval aslida. Bizning tariximizda, kulturimizda yoki shuni ifodaligidek so'z yashash iqtidori yetishmasa tilimizdan uni shu tildan qabul qilishga majbur biz. Masalan, televizor, kompyuter degandek. Lekin
Pentexnik atalgılardan başka tamamen özümüz ifadeleş kuvvetimiz yetirgan, tilimiz yasap bir imkaniyeti boğan ve onu işletiş bizde işletiş mecburiyeti yüklengen bir avval aslında kılalaydigan ahvalını kınmay turup başka bir tilden ekirişinin özü hem de o tilimizin nispeten hem cinayet. Mesela onu Uygurca tercümsak mesela daha pencenin Uygurca tercümsak çoğun tahsilik toh korumisi o bu depinam kılır. Buna kalampay bir tercümem. O fakat çoğun tahsilik korum boğaçka onu daha penci dedi. Olu çoğun yem küçük yem de o başka bir mesele. Onundan burun Uygurlarda toh korumuz yoktu. Uygurlar tohuda kocu deyilgan bir tamak var maral ve şey meki terapili yapıdı. Sütülen konaklığını aşı sütmeyet geldi. Konakның sütün çıkarıp, onun toh göşünü selip, şorup kılıp yapıdan koy dedi. Onun için poluğu basattı. Şorup kılıdı. Bura şunda yet, hordak kıladı. Emniyette daha penci diyen bir sözünü toh korumuz arkalık ifadeli boladı. Çoğun taksir, küçük taksir demek. Toh korumuz da çoğun den küçükden, xuddi biz Kaşgarda çareklermen geçi ba. Yerim yemse bütün mo çarek mi dep soraydı. Şunundak toh korumuz dep ya çoğundan ya küçükden degen bolsa, nayet yaxşı kilde tilimiz derhal maslı işte. Toh korumuz deplam anke buyrutqa adam çoğun mu küçük mi? Çoğun mu küçük mi ise şuna kısak boladı. Mesela biz lağmen dep yazımız çoğun taksılık lağmen, küçük taksılık lağmen demeyimiz yegen adam çarek mi bütün mu degen. Mesela polo mesela bir polo. Erkandak bir aşkanlarımız, aşpızlarımızda çıkar mesela. Mesela 4 kişilik yapar, 4 kişilik pola alsak 4 kişilik ek yapar mesela şunu. Her gün onda çoğun taksılık pola, küçük taksılık pola demeyimiz. O miktar. Bu yerkege vakta Uygurlar elki böyle nayeti şu daha pencereye atalığın üstten birisi sezgir olamıdı. İkincisi bu tamak bizninki tam medeniyetimizge, tamak kültürümüzge pek de sınışıp gitti. Umumlu iş jarayonida elbette bizden ketken taraflama var. Lekin buni tuzatkili bo'ladi. Bu halqa tuzatkili bo'lmaydigan qator. Hozir qarang, vatan dug'u onun yo'li ayri. Chet elda boshqa millatga Gembeyen Somiyen bilen Dabbencini Uygur til süpütü tunuşturuverdi hazır. Mesela aşılarını mesela toh korumuz dep yasa tamamen buludu. Buludu. Toğır değil. Çokum her bir sözünü yalka şu boş tercüm kılış şart emas. Mesela Xitaylardan kirgen mesela vujinni biz mesela ranglik metal dep tercüm kıldık. Avatki 5 köp kıllıkni ifadeleydi ameliyat Xitayda. Köp kıllıkni ifadeleydi. 5 kıl metal. Biz ranglik metal dedik. Bu bir yaxşı hem de çünkü kuruluş esleyeleri yenilaşkan. Burun elki yağaçlı bilen elki panaka kılıp bazırkı bu zamanıvi kuruluş esleyeleri Xitay kirgendiken bizden atalgıla aşında tercüm kılıngan. Şunlaşka şu muhaciretdeki, chet eldeki bizning aşxanlarımız, restoran açqanlar, bir tamak tizimlikini amal va saplashtirish, uyg'urchalashtirish. Chunki bizning odamlarimiz u yerda satqa vaqtimizda yolg'iz tamoq satmaydi. Bizning kulturimizni satadi, bizning madaniyatimizni satadi, bizningki urf odatimizni satadi, bizning tilimizni qo'shib satadi. Ya satadi demaydi, tonutadi, mandaqcha aytganda. Şunlaşka deganingizda endi shu vaqtdagi tijoratdan ichida mush narsalar bor endi. Bir taks tamoqning ichida, bir taks tamoqning ichida, shu bir taks tamoqning ichida madaniyat, kultur, urf, odat, u millatning hatto go'zallik, estetik engidan tortib tiligacha. Rang, tam, chuchumaldan, tatliq, ranglik, suyuq, quyuq, ammigazik maskildigan bizda tamoqning turlari shu qadar. Şunlaşkanda bu jihatda endi çokum dikkat kılınış tikişliken muhim meselelerden birisi bu. Yani birisi yeni mesele bu adı da. Yani biz Uygur anla işletken til, balalarımızdan nezirde, çetlerde o anısından tili. O tonlatkını misal kalaydı. Biz tonlatkını ayılda anıla buzdolap suğu, Türk balla, Türk dili bu, minan dilim emez. Türkçe de düşündü onu. Mesela Amerika, Avrupa durakka şu til, Germanca, İngilizce dese şu til de düşündü emdi. Ama o balla Binşan dese onu Uygurca da düşündü. Tabii. Çünkü apısı Binşan dedi. Balam Binşan'dan ana evet de balam Binşan'a mantık bu ya dese. Bu Uygur tilike de Binşan da ügündü. Küçük balla til ügünüş cihatte alka maymun hususiyetlik oldu. Hemen doğrap ügündü, anlap ügündü. O til Allah'ın insanlara bergen tabii bir nimeti bu. Allah'ın insanlara bergen tabii nimeti bizim sözleyerlerden kılıp biz duygu, oy tefekkürlerimizni ifadeleyrken. Lekin bu digerlik çokum özanın mesela bu
ata tabiiy ne'matni sen qaysi millat yaratgan bo'lsam shu millatda so'zlashga baxshilik qilyapti negalik emas. Masalan, bir Uyg'urning bolasini qo'yib, bir arab kichigidan bakkan bo'lsa, u arab so'zlaydi. Bir arabning bolasini bir yapon bakkan bo'lsa, u bola yapon ota-ona oldida yaponcha cho'ng bo'ldi. Yaponcha gap qilib cho'ng bo'ldi. Arabcha bildi deydigan bir qonun yo'q bu yerda. Arabning bolasi bo'lgancha arab. Shunlashqa til o'rganish jihatda bu kichik bolalar maymun xususiyati bo'ldi. Doğrab, anglab o'rgandi. Shunlashqa mush oilalarda so'zlashga vaqtlarda bulupmamış Uygur ata-analar ama şu sap Uygurca bilen sözleşse bala sap Uygurca öğrenip çoğun oldu. Ya şu Uygurca sözleş bilen birge hazır kılavatmağı cinayetinin biri öyümüzde Bingshan, Şiici, Diyanşi, diyendek neseni sındır versek o bala şunu meni apamның tili ken, meni anamның tili bo'lgan ki mening tilim ken, bizning tilimiz ken degan narsa kalırsak sınıp quyulup mağdu avu. Bizniki vatanda olgan bo'lsa, buni tutish imkoniyati var. Mesela biz bala öğrenip kalgan bo'lsa, mesela Bingshan, Diyanşi deb öğrenip kalgan bo'lsa, o Uygurlar içinde yaşagan diken aman emeslikeni o his qildi. Lekin chet elda imkoniyat yo'q. Qilolmaydi. Shu ular maktab dars o'tish jarayonida uni Xitoycha yezilishi Şiici, yembirme bo'lgan keyin bu Xitoy tili, Uyg'ur tilimiz to'nglat, kiralg'u deb biladi. Meni hozir imkoniyat yo'q. İmkoniyat bo'lmaganligi uchun opasini og'zidan chiqarib uchun bu opamning tili ekan, onamning tili ekan. Cho'qim sap Uyg'ur so'zlash lozim. Bu jihatda agar ota-onalar yetarli darajada diqqat qilmasa, keyingi bir avlod bolalar shalg'ut tilda so'zlaydigan. Ama şuna bir avval kep çıkıyor. Özümüzdeki faciasını özümüz keltirip çıkıyor. Az sözlük bilsin o, az gap kılalısın o, doğru gap kılalsa, sap gap kılalsa, bu elki cih gap kılıp ebceş bilgendin mençe yani yaxşı. Bu ana til bir insanların o'ttirisdagi muhabbetni kuchaytiradigan, bog'laydigan bir narsa. Buningga bir narsa isim keldi mening. Yusuf Züleyxa'nın biz bir kitabı var. Kiçik vaqtda o'qiyman. 10 yosh atrofimda balkim Aştaq haqlarında o'qiydigan vaqtim. Aşnında iliqi Bunyaminni Yusuf Aleyhisselam tutib oldi. O yalganda o'g'irlab qarindishim yanımda qolsin deb. Tutib olgandan keyin iliqi Misrga borganda. O'n necha aksi iliqi o'zining kuchini chiqarib, ayov qilib, amis bir nima qilib, shu vaqtda Yahudi deb bir aksi. Yahuda, cho'ng aksi, birinchisi. Shu vaqtda Yahudi deb qalam qopdi ekan. Yahuda deb aksi nari tatdı. Tasa Yusuf Aleyhisselam deydi ki eğer o nari tassa şehrimizdeki iğrayak ayollarının boyundan ajrab tutdu. Rivayetlerde aşına qattiq nari tatdı hatta şu mo'ylari kiyimlerden chiqdi teshib deb aşında bor rivoyatlerde. Shunda endi Yusuf Aleyhisselam o'g'liga deydi ki sen chiqib osh adamning badinini asta silab İbrani tilida gap qilib qo'y deydi. Degandan keyin u chiqib asta silab İbrani tilida gap qildi. Gap qilgan keyin ochiq yinib ketdi. Yahudaning. U yozmadaşlar yazgan. Sen chiqib uningga İbrani tilida gap qilib badini silab qo'y dedi. U bola chiqib shunday qildi, uni ochiq yandi. Qisaslanib bir hikoyatim bo'lmuş shunda o'qishi bor. Shunlar mening qalbimdan o'tmay bu İbrani tilida gap qilib qo'ysa buni ochiq nimda yanadi deb men uni bilmay. İbrancha, İbrani tilim emas, ya'ni İbrancha deydi. İbrancha so'zlasa Açık yanıdı dedi bu nimde bunda bulgandı deb apamdan sordum. Meni apam hamda pek bilimlik ayol emas. Apam aran 3-sinf 4-sinf o'qigan biz aş şu jo'ng'or o'ymagan aş bir chetidagi yezida cho'ng bo'ldik. Bizning o tarafimizda vatanimizga tabiiy hech qanday bir yezi qishloq yo'q. Demak jo'ng'or o'ymagan eng chet bir qumliqda. Qumliq indiki sahrada cho'ng oldikda. Apam nenda tushundirdi. Bu İbran tili degan İbrahim Aleyhisselam'ın tili. Bunun boğuz İbrahim Aleyhisselam tili. Muşu İbrahim tili hem yerde umumlaşmagan fakat şu bir cemaat biliyordu. Bilgen ki bu bir balının Mısır'da yerde bir balının kilip İbrahim tilida gap qilib bir kichik balının bir cho'ng adamning gap qilishi g'ayri tuyulmaydi. Bir kichik balının kilip İbrahim tilida gap qilib badini silab qo'ygani ona alomat ta'sir qilib bu mening buvamning tilini biladi ekan. Bu mening ajdodim o'xshaydi yoki mening eng yaqin kishim o'xshaydi deb uni ochiq darhol besaygan deb shu narsani so'zlagan. Yaxshi to'g'ri izohlabdi ekan. Bütün canlılıkda meyli hayvanlar olsun, meyli insaniyet alım olsun, canlılıkda en ulug narsa belki ana. En ulug mevcutluk, en ulug canlılık belki ana.
Biz hech qanday narsani onamizga tan qilmaymiz. Hech qanday narsani onamizga o'xshatmaymiz. Bu ana degan vaqtning o'zimi ama yurakdan chiqadigan, yurakdan titrishimi boshqa so'zlarga qaraganda farqli titraydi. Chunki hech qanday so'z ana degandek yurakni titirtib chiqmaydi. Endi Uyg'ur tilida biz ananing oldiga qatalaydigan nayt az söz var. Vatan, ana vatan. Tuprak, özümüzün kindekkenimiz tuprak, ana tuprak. Onunzu yurt, ana yurt. Yani muşu katarı, hemsi bir zimin hem de, bir mana. Onundan başka birden bir, ana oldu qatalaydigan sözmüş, til. Bu tilimizin qanchalik ulug'liginiki o'zimizdan tildagi nayt yarqin bir ifodasi bu. Mesela anadan başka hiç qanday bir narsani manda ana deb belki süpetlep özümüzün anısı bilen tam orunda beraber oyunda koyup kılanmayımız. Şunlaşka bu şu tilinin aldığı ana tilini ketiş, ana tilim deyişinin özümü insanı bir iftiharlandırdı, gururlandırdı, söyündürdü. Bu mu tilimizin halkı kançilik moyumluğunu köğüstü demdi. Ha Mahmudcan abayta yaqqamlılıqı tamaklar to'g'riliq gap qilib, yana kalan bir narsa keldi. Ayol kishi qaraq shu tamak to'g'riliq bir narsa o'ylaydi ekanmiz. Bu kitob mana. Muhammed Tursun Sun efendi yozgan qisqacha Uyg'ur örüp odat qamisi. Tunugün buningda shunday bir go'zal gap deb qoldim qaraq. Nima desiz? Oqbatda. Oqbatda. Gambat. Ha biz guruch ishi. Bu iliqi mifen, gampen degan tamoq bizningki vatanda miyada turmushimiz bek singib ketgan, bundan ayrilamaymiz. Tunugün bu gap deb qolganki shunda xo'shu ketib, shu gapni xo'shaligida tunugün uyda oqbatda atdim. Endi hozir mush televizor oldiki, bari xonim qizlar shuni tavsiya qilmangki, biz mush tamoq atgan vaqtimizda gampen, mifen degan gapni turmushimizni tugitib, bir güzel tilimiz borki, oqbatda. Mesela yo'lishingga o'kirib, "Xudo nim tamoq etay" desa, oqbatda bilan bir qancha xil qo'rimada. Bolalarga ishdan kirib, "Opa, bugun nim tamoq etding" desa, "Oqbatda etdim bolam" deydilar. Oshxonaga kirgan vaqtda tamoq buyurganda oqbatda bilan qo'rim yeyman deylik. Nim degan güzel isim bu, oqbatda. Bu nayet yaxshi bir teklif bo'ldi. Bu cho'qim tizi umumlashi deb o'ylayman. Masalan, necha yil burun bizning yanimiz shu taom madaniyatimizda restoranlardan oshgan tamoqlarni elib dabo deydigan bir gap chiqqan. Dabo qilib deb. Keyin Uyg'urlar undan keyin tarixda bir zalli deydiganligini his qildi. Bir dilla aqli keldi. Ha, burun voy buni zalli deydik-ku, bu zalli oldik, zalli yo'g'irdik deb shundan zalli detsek bo'ldi ekan deb. Keyin bu gap zalliga o'zgardi. Zalla unutilishga yuz tutgan bir so'zni bugun biz tilimizda istimal hozir qaytarib aytgandik. Oqbatda nima balkim nurg'un xonim qizlarimiz, nurg'un hatto erlarimiz hamda til ayollarga, bolalarga, erlarga xos bir narsa emas bu. Butun millatning egilari xos bir narsa, uning o'rtaq dava. Shunlashqa barliq Uyg'urlar bunday kimish mifen gampen o'rniga balkim oqbatda deb umumlasa, tilimizga bir xitoychilik qutulimiz. Sap Uyg'urchadan birini qazon ekkilib olamiz. Mush orqali tilimizni qutqizgan bo'lamiz. Bir xil suyumlik qarang, oqbatda desangiz, xuddaylik o'zingizning qarinishini deb qolgandek, bak suyumlik. Nechun mening qalabak ta'sir qiladi-ku. Hem tamoqlarni Uyg'urchasini o'ylab boqmay qarang. Mushu gapimda men gap topolmaydim rost. Tunugün bu gap tepib bir go'har deb qolgani ko'p. Men kitobning avtoriga hatto gap qildim men qarang Messengerda. Ve hoş bo'lib ketdi, men kitobda oqbatda degan o'qib deb ikisiga rahmat aytdim. Tilimiz mushundoq qo'dildi, mushundoq asrildi, mushundoq beyidi. Bizda bekçik bo'lib simpillarda bekçik bir evzellik var tilimizda. Mesela qadimki Uyg'urcha, Qarxonlicha, undan burungi davr va undan keyingi davrlarda nurg'un so'zlar bugun iste'mol ma'nosini tushib qolgan bekçik so'zlarimiz var. Acayip. Hatta 100 yil burungi qo'lyozmalarga qarsakmi, nurg'un jiq so'zlarning bugungi iste'mol saviyasidan tushib qolganlik bizning ishimizni etishtirdi. Shunlashqa mushundoq o'zimizning tilda bor so'zlarni amal va yezib qo'yish, xotirlash bo'lsa, muvofiq bo'lsa jamiyatga yeyish, ishlatish orqali u tilni qutqizib qolsak, bu menda tilimiz qilgan hamda bir ko'yimchanlik, tilimiz qilgan bir xizmat va o'zimizniki hamda bir Uyg'urlar sufti bilan qilish tegishli bir majburiyat hamda bu. To'g'ri. Yana bir gap bor. Puntoza.
Bunun tozunu maaş uygurisi depti. Pek çıraylık çıraylık ne çıraylık gap maaş uygurisi. Demek biz söz yasaş usta. Abi bir gap İmkaniyetli bu. Az gap bilen köp ma'noni bildirishning o'zi bu boylik deb. Keyingi vaqtlarda bizning o'sha tarjima asarlarimizda gaplarni kengaytirish bek avjab ketdi. O bizniki bir til mavjud bo'lib turgan vaqtning o'zida mavjudlab cho'qim har bir tilning bir bosqichi bo'ldi. 1920-yillarda shu vaqtda Xitoycha maktablar bor, Shotan deb ataladi. Shu vaqtlarda bir bet Xitoycha bir narsani tarjima qilsa, yarim bet Uyg'urcha bilan shuni tarjimasini tugatgan bo'ladi. 1970-80-yillargacha 75-ligacha bir bet Xitoycha, bir bet Uyg'urcha bilan ifodalangan bo'ldi. Chunki arada tilimiz yamanca qilib, Xitoycha asarni Uyg'urcha gap qilib, u vaqtdagi asarlar qarasangiz ajoyib inson ko'ngil chiqarib ayna bir ishlar bor. Keyin uni jiddiy tuzatgandek bo'ldik. Lekin bugungi kunimizga kelganda bir bet Xitoychani, bir yarim bet, hatto ikki bet Uyg'urcha bilan ifodalaydigan bo'ldik. Bu deganlik nima desa, birsi bizning tilimizniki bir tarjima hokimiyati uchib qolganligi. İkincisi ifodalash quvvatining bag'on sir ojizlab ketganligi. Chunki jumlalar kelangsizlashgan sari cümlenin kilangsizlik şu. Sınav tilini ifadalash quvvati. Yoki sen ana tilini yaxshi bilmaysan, yaxshi ifodalamaysan, yoki bo'lmasa sınav tilini ifadalash quvvati ojiz ki az cümleni jiq so'zlar ifodalaysiz. Bizning quvvati kuchlik. Bizning asli quvvati kuchlik bir til. Bu yerda tamamen mas'uliyatsizlik bizning zimmamizda. Shunglashqa tilimizni yaxshi o'rgansak, to'g'ri so'zlasak, to'g'ri yozsak, ma'nolarga her bir sözünki mazmuniga to'g'ri ma'nolarni yuklay olsak, merkazlashtira olsak, ixchamlashtira olsak, tilimizniki ifodalash quvvatini oshira olsak, endi bu mamda tilimizga bo'lgan bir xizmat. Bu ikki ma'noni ifodalab qarang. Mas'uliyatsiz qilganlar kengaytib yutibdi. Mas'uliyatchilik qilganlar tor ma'nolar ifodalabdi. Bu nima desangiz, masalan, xabarlarni tarjima qilsa, kengaytib tashviq qildi, umumlashtirish uchun kuchidi, izchillashtirish uchun bijnimi qildi, tahlil, muhokama ilib berish uchun bir harakatni qilish uchun, yana bir harakat shaklini ifodalaydi. O tamamen shu. Xato usul. Tilni yaxshi bilmagan tarjimonlarniki mas'uliyatsizlikdan haqiqiy tarjimonlar masalan Garip Sayat'ın tercümesini köreyli. Kızıravaq su boyda. Su boyunun tercümlerini köreyli. Bulada mına til degen şunda qısqı til bilen bir mucizesin ifade ederken til ve edebiyat notasını aytganda hem de o eserlerini Uygurlar tercüm qildi degenden bekrek. Tercüm qilish esnasida öz yazarsa takım muvaffaqroq bo'ladi. Mesela nurgun sözler mesela Kızılbaşlık Tügünek, Yorhun Sultan mesela Garip Sayat'ta köpçülük kinosunu köge eserli mesela Garip Sayat'ı misal qalsak Pasık Sonak Alvastı, Kalıbaş Deve, Erşik Tağdaş Evliya Ezem Sumukunun erisine kalaymak Yorhun Sultan hem de muşunda eriş hem de muşunda sözlerini bizimki kadimki til ustalarımız tepip bugünkü zaman Uygur tiliga hem gönderip bekleyen hem ben bir yerde bir hikaye sözlep bereyim. Ben bu til sahasida bilingen meşhur bir hikaye 1983'te deyim. Beyjan'da Xitoyninki şu Beyjan'da Assallık Milletler Edebiyat hakkında bir yığın buldu. Bu yığın vaqtda o'sha odamlar Qizilavoq tushgan suv bo'yidani yangi tarjima qilingan vaqtlari, balkim 86 bo'lishi mumkin. Men yilni almashtirib qo'ydim hozir. Shu vaqtda Xitoylar so'raydi. Chunki Qizilavoq tuchish Xitoy tilining va edebiyotninki fasadini eng yuksak pallasi. 424 personaj va nurg'un so'z ishlatilgan hamda. Xitoylar hayron qoldi. Shunga bekchak tilga tarjima qilinmadi Qizilavoq tuchish. Uygurlardan so'rab o'sha terjimist Abbasa, Uygur terjimist Abbas Xitoylik qo'lga olib, bu Qizilavoq tuchishni tarjima qilishga sizlarning so'zinglar yetdimi, Uygurcha yetdimi desa, rahmatli Abdukarim xo'ja bir nechtaga eshib qoldi, sizlarga sovg'atlik og'ach keldi-ku debdi ekan. Feyzi bir nechtaga eshib qoldi, sizlarga sovg'atlik og'ach keldi deb. Endi bu ecdatlarımız tilimizni munda söyleyen, özünki mesuliyetçiliği bilen, fidakarlığı bilen, izlenişi bilen ve aşında vaqt kelganda ajna tekkiz olaydigan bir ana til g'urur bilen, iftixar bilen muşunda söyleyen. Şunamda bizmo chet elda hamda aşlağa layık evlatlardan bo'lmasak, bo'lmaydi. Bu hem bizninki milliy majburiyatimiz, hem hozirgidek favqulodda bir xiris va xavf ichida tilimiz qolgan ahvolda
Tarixning zimmimizga Mas'uliyetsizlik yuklagan bir qilgan mas'uliyat hamda bu, vazifa. To'g'ri dedingiz. Shunday yaxshi paranglashdik qarang. Endi aziz ko'rurmanlar, biz bu til to'g'riliq tunjiqdan suhbatni boshladik. Suhbatning beshidan degan edim. Bunga biz qadam bosqichlar bilan bu suhbatlarimizni davomlashtiramiz. İnşallah. Yuqorqi suhbatlarimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, tilga qilgan mas'uliyatsizlik, tilimizni aşaq kilangsiz qilsa, tilga qilgan mas'uliyat tilimizning tilini yorqin, go'zal qiladi ekan. Şuna chet elda yashayotgan barliq ota-onalardan va yoshlardan, ishqib Uyg'ur otliq barliq insondan tilimizga mas'ul bo'lishni talab qilamiz. Bu hammamizning majburiyati, mas'uliyati. Biz nurg'ulg'an narsalarimizni qo'g'dashga amalsiz qoldik. Mush og'zimizdagi o'zimizga tava bo'lgan mush tilimizni qo'g'dayamsak, shuning ega chiqmasak, vaqtda bizning dabdabalik so'zlarni qilishimizning, vah deyishlarimizning zaruriyati yo'q. Sizga rahmat. Sizga ko'p rahmat, yaxshi bir suhbatlashdik. Amsa aziz ko'rurmanlar, suhbatimiz mishad oyoqlashdi. Kelar qatimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.